Ana nima deyapti mana shu? Mana shu baliqni o'zi 400 ming atrofida turadi. 50 ming so'mdan kirib bitta qarmoq qo'sha olaverasizlar. Piknik sun'iy ko'limiz. Ana baliqlar. 5 kilolik fazan, 10 kilolik amurlar sun'iy ko'l qilyapmiz do'stlar. Qani bismillah to'kdik. Halol bo'lsin. Ketdi mana bu holat. Sazanlar ham 2 kilo, 3 kilo, 5 kilogacha. Ketdi ana. Shu olganga halol. Do'stlar, bugun 11-iyun. 150 kilo yog'siz sazan amurlardan to'kdik. 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 8 kilogacha bo'lgan. Buni to'kishimizdan oldin ham bu joyda 200 kilo atrofida baliq bo'lgan. Shu kelayotgan yakshanba, Xudo xolasa ochamiz. Ungacha odam qo'yganimiz yo'q. Ushbu raqamlarga telefon qilsanglar, lokatsiyalarni tashlab beramiz yoki lokatsiya deb Telegramda yozib qo'ysanglar, lokatsiya tashlab beriladi. Bu yerda Wi-Fi, ovqat qilishga sharoit, o'zimiz ham ovqatlarni qilib qo'yamiz. Har xil suvlardan olib kelib qo'ydik, muzdek qilib. Kelaverasizlar inshaalloh, xizmatda bo'lamiz. Do'stlar, bu yerga kirish pullik. 100 ming so'm to'lov ikkita qarmoq uchun. Baliqlar 2 kilodan 8 kilogacha bor. Sharoitlar bomba. Asfaltda kelasiz, asfaltda ketasiz. Joylarimiz o'ralgan. Bu yerda ovqatlanish joylari, qozon o'choqlar, shashliklar ham bo'ladi.